Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana do'stimiz 1100 talik nasos qo'ygan ekan. To'k pastligi uchun yaxshi ishlamayotgan ekan. Buni almashtirdik mana bu yerda. 550 talik nasosga almashtirib berdik. Pastokda ham ishlayapti. Pastokda ham ishlayapti. Pastokka ham mosladik mana. Qo'yib qo'ydik. Ishlashlari yaxshi, sinovdan o'tkazib ishlatib ko'rdik. Mana bu nasosni qo'yishgan ekan, dushni nimalarni ham otib yoribdi, lekalarini otib yoribdi. Bu nasosni uyga tavsiya qilmayman, xo'jalikka tavsiya qilmayman. Bundan mana shu eng kichkinasi kachatdan so'raydigan bo'lsa 550 talik olib qo'ysa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir yana bitta montajini qilganmiz. Ko'rsatamiz hozir. Mana kanalizatsiya nasosdan olib kelganmiz, mana oshxonaga olib kirib berdik. Bu kanalizatsiyasi mana. Hop. Bitta aqlli simsitor qo'yganmiz. Mana o'zi suvni isitib beradi. Mana bu xonadongacha to'k pastroq ekan, o'shaning uchun shu mana 26 gradus. To'k baland bo'lsa bundan ham tezroq isitib beradi. Bu xonadonda to'k pastroq ekan. O'shaning hisobiga isitib bera olmayapti, ugita olmayapti. Kimga yana shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqa qilib ko'rasizlar.